Ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Ömlük Sadasi programmasi. Albatta bugungi programmamiz orqali har bir ko'ruvchilarimizga chin qalbimizdan eng go'zal tilaklarimizni yo'llaymiz. Ben riyosatchi Mahin Rozi. Bugungi programmamizga o'zining tirishchanligi orqali intayin go'zal naqshlarni aytib atgan. Naq maydon naqshi urilsa, anglag'uvchilarni o'yyo degizib yetalaydigan yosh naqshchimiz qadam tashrif qildi. U bo'lsa-mu Ablekim Anvar. Cihan küldi inaqның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Qanat qaqdı armanımız elib andas. Kökdə uçqan bürkütlərning parvozidir. Ömlük bizning nişanımız, armanımız. Ümidaqlıq yollarının karvanımız. Yalqıllaydı qalblərdə darvan mikri. Kucağın bizga güzel devranımız. Yaxshimisiz? Yaxshimi Ablekim? Yaxshimi. Xush kelibsiz. Rahmat. Qandayraq yaqinimi ishlaringiz yaxshimi? İşlerim yomon emas. O'zimning kasb bilan shu naqsha, aktyorlik qatorliq ish kasbida yuribman. Aktyorlikmi qilasiz odatda? Men kasbim shu aktyor. San'at maktabining aktyor kasbini tutayman. Unda o'z naqsh aytish qo'shimcha kasbingiz deylik. Naqshiga o'zim qiziqaman, havas qilaman. Mana naqshi qiziqib turib, bu nurg'unlagan biz yoqtirilgan naqshlarni o'rinlab kelyapsiz. Bo'lib hozir mashinamizni qo'yilayotgan Malikam degan naqsh. Men bu naqshni kim aytgandi deb izchil izlayotgandim lekin. Undaq bo'lsa, hozir mush naq maydondalar. Chinchon alatda mush naqshni bir kuplet aytib beramsiz. Bo'ldi. Ah Malikam, Malikam, vay Malikam. Can Malikam, Malikam, canım Malikam. Ah Malikam, Malikam, vay Malikam. Can Malikam, Malikam, canım Malikam. Məlimizdə yaş ballanın boyu igiz bəz. Aldırmanla yaş qızı valla əgid təyməkdəz. Əgid təksən bana tək, rahat girərsən. Çapınının yığığa olma tirəsən. Rahmat. Usul degan o'ynag'ib ketdi. Mashina bo'lmagan bo'lsa usul o'ynaydigan men to'g'ri. Rahmat, nayt yaxshi aytib berdingiz. Unda bo'lsa naq maydonda mush naqshni anglamdik yo boshqa naqshga tayyorlik qildingizmi? Naq maydonda men mushu tunji qatim suratga aytgan to'y muborak deb bir naqsham bor. Buni do'stlarimiz bo'lsin, kasbdoshlarimiz bo'lsin, mayli çoğunlar yaşlar emmesi nayt yaktırıp aldı deb o'ylayman. To'ylarda qo'yilyotadigan men buni aytib qo'shal shu naqshamni aytib berib keldim. Bo'ldi, undaq bo'lsa naq maydon naqshlaringiz anglashib taqazamiz Ablekim. Ma'qul, rahmat. Sizga xayr bo'lsin. Undaq bo'lsa naq maydonni ko'rishaylik do'stlar. Xayr xo'sh. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Qarshi olamiz Ablekim inim. Xush bo'ldim. Rahmat. Ablekim meningki yurtdishim, ma'lidishim, mening naytib faxrlanadigan bir inim. Ukam oldi bilan ekran oldidagi ko'rmanlarga bir salom berib o'tamsiz. Salam ekran oldidagi barliq ko'rinman do'stlar. Men Ablekim Anvardan o'tliq salom bo'lsin. Shu Ömlük Sadasi programmasi orqali sizlar bilan ekran orqali ko'rishganligimdan intayin xursandman. Rahmat Ablekim. Balkim ekran oldida sizni ko'rib turayotgan naqshlaringizga intizor bo'layotgan nurg'un ko'rmanlarimiz "Uyyo" deyishga tayyorlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Rahmat. Ukam oldi bilan men shundaq bir tema ustida to'xtalay deb o'yildim. Mushu sizni odatda Ablekim familiyangizdan ko'p atamay, mushu Yanmas deydigan bir tema bilan ko'proq ataydi-ku. Bu endi laqam bo'lamdi, taxallus bo'lamdi. Bu qanday sizga singib qoldi? Endi buni shu Ipak Yili Sadasi programmasidan boshlasak bo'ldi. Shu yerga qaytaylik. Bu programmani 2017-yili men san'at maktabida o'qiyotgan vaqtlarimda 3-qarada. Shu vaqtda endi ota-onamning deyishi bilan bir qatnash baq degan ideyada bir qatnashdim. Yulduzum deb Mahmud akamning aytgan shu naqshni aytdim. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Yıllar qo'zg'aldi yana. Sana bugün tushganda ko'zim
naqsh tugandan keyin bu eng oldin Dilshod Raydin ustoz başladı bu gapni. Sen bak yaxshi etding bu naqshni. Men bunchalik aytolmayman bu naqshni. 30 yil bo'ldi naqsh aytayotgan Mahmud Yanlan jurvatqili. Nayt yaxshi etding degan temda men shu inkosim men senchilik aytolmayman degan gap menga bir xil tari gapdek bilindi-da. Chaqchaq qilib, "Amsi vaqtingiz yetsa meni izdang men o'gitib qo'yay" degandi. Vaqtingiz yetsa meni izdang men o'gitib qo'yay desam, "Ma ras yanmaydi ekan." Ras yanmaydi ekan dedi. Bir meydan chaqchaqlashishlar bo'ldi-da u yerda. Men chaqchaq qilib dedim bu gapni. Chaqchaq dedim, so'ngar Abdukim ras yanmaydi ekan bu. Abdukim yanmas ekan dedi. Abdulla akam dedi. Shundan Abdukim yanmas deb laqab bo'lib qoldi. Bu haqiqatan sizga singdi deb o'ylayman-chu. Endi qanday degan vaqtda yanmas degan gap endi bir tavakkul qilib baqadigan, qilaman deyalaydigan bir odamga singdigan bir so'zmikin deb o'yladim. Shu vaqtida shu naqshini benim bir cho'ng bir akamizga bergan. Men aytay deb talashgan. Men aytaymish naqshni. Ma'lum, tez bo'lsa mayli, tushib ketsam mayli, lekin işte tez naqshni men aytay deb talashgan. Lekin ayta oladingiz. Aytaldim. Haqiqatan yaxshi aytdingiz. Shu vaqtda ma'lum degan Abdukim ras yanmaydi bu. Deb shu hozir shundan tabiiy singib qoldi edi-da. Abdukim yanmas deb. Endi mushu naqshning hikoyasiga mana men intayin yaxshi ko'radigan Yulduzim degan shu naqshimi bog'liqlikka mana. Shu naqsh tarqalgandan keyin ukam balkim o'zingiz mis qilgansiz. Sorunlarda, faoliyatlarda, qiz-yigitlar o'ltirishlarda bu naqshingiz haqiqatan bek yaxshi tarqaldi-chu, bek olqishga erishdi. Chunki bu naqshni biz burun ustozimizning ovozini anglagan, yoshlarning ijrosidan sizningki aytib bundaq voyaga yetkazib etganingiz bu naqshi bo'lgan bizning muhabbatimizni yana bir qatim qo'zg'adi deb o'ylayman. Bugun hozirning o'zida mushu naqshning eng avjiga chiqqan yerdan bir ko'plik anglayman. Bo'ldi. Muzika yo'q. Endi men bir gap qistirib qo'yay. Bu naqshni men bek voyaga yetkazib aytayotqashqa modib ketmadi dedi. Bu naqshni bir yerdan men o'zimman uqmayman. Ayo bek hayajonlanib ketib, qiyofatimga diqqat qilmay, shoshpinsi zodi butkul Shinjongdagi desak yolg'on bo'lib qolmaydi. Telefondan zodi hammadan shoshpinga mayli zangli qilib chiqarsin, mayli kulib chiqarsin, qandal bo'lsin, ashpo'chingga chiqarib ketdi-chu. Shuning bilan bu naqsh taqilib modib ketib qoldi. Yo'q, naqshimi yaxshi aytilgan. Keyin anladim, bek yaxshi aytolmabdi ekanman deb. Jiddilashib ketibdi, jiqatim cho'nsangga chiqqan bo'lganda ekan. Men shu naqshning shu avjisini bir aytib beray. Ashani bir anglaylar. Ash harakatnim ko'gim kelyapti dorasini aytsam. Uni nurg'un adam deb baxtli, lekin to'g'ri qilib bo'lmaydi. Ashtama. Men chiqadigan shu vaqtida men o'zim qasddan qilmadim-chu. Tabiiylam. Bo'ldi. Anglaylik ukam. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Faqat qoldi shirin xotira. Sen yarımını söygen çağımda bir günçini üzdüm purudum Bekit külgen yaşlık çağımda Kaşlarını aydaymo canım Gözlerini tağdaki çolpan Kirpikini okşa değmekin Benim yürek bağrımga atkan Rahmat. Bizniki faxrlik san'atkorimiz Mahmud Sulayman ustozni yana bir qatim eslab o'tdim. Shu vaqtlarda haqiqatan go'zal naqshlar o'tirg'i chiqib ekan. Shu naqshlarni mana sizga o'xshash tirishchan, yonmaydigan izbosar naqshchilarimiz aytib bizga qayta bir to'ntivyotdi. Naqshni tunji naqsh aytgan vaqtimda Mahmud akamning naqshini aytib o'rgangan. 2011-yillarga deyman, bizning tunji yuz ko'rishganimiz esingizda bormi? Esimda bor. Oliy maktabdan chaqiriq keldi. Men san'at maktabdan boshqa maktabda o'qimayman degan ideyam bor. Ota-onamma endi eng oldin sababchi bo'lgani ota-onamiz ekan. To'g'ri. Yo'l qo'yib, nima qilsan qila deb qo'yib berganligi uchun hozir mana sizning oldingizda turibdi men. Shu vaqtida ota-onam ishlab san'at maktabiga borsangiz bolam, maynur dedingiz bor, riyosatchi hozir shunda tirishib tunilyapti, algi tunilyapti. Shu adingizni izdang deb sizlarning nuringlarni man qoldirgan. Kelib telefon qildim. Shu vaqtida yordam qildi balam, san'at sohasi ishlaringiz bo'lsa yordam qildi degan. Shundaqa qo'shayotgandek esimda bordi. Ukam biz sizga cho'ng yordam qilolmaymiz. Yo'l ko'rsatib beramiz.
maqadamga mangsız, maya chiqsiz. Manda bo'ladi bu ishlar, yo'l kesibimiz xolos. Tirishing, cho'qim tirishing, sizda talant bo'lganlik uchun o'tdingiz san'at maktabga. Bo'lmasa o'tolmaydingiz, bu talantingizni joriy qildiring degan esingiz bordi. Esimda Fukam, siz degandek esim keldi. Esim keldi. Asta degan rostkan. Amaliyotda bu san'at kasbida bir odam yordamni bunda yordam deb qilolmaydi. Tirishib, avval o'zimizning bir natijasini men shu vaqtda masalan mening bundan natijam bor deb oldingiz qo'ygan bo'lsam, o yaxshi Fukam. Sakinamayadi. Masalan hozir mushta bo'ldi-ku mana. To'g'ri. Tirishdim, natijamni ko'rsatdim. Qo'ychalar ko'rib, Fukam tirishing deb turdingiz. Mana bugun sahnada uchrashdik. O'tiribdi-ma. To'g'ri. Buning hammasi meningcha sizning eng zo'r tirishchanligingizdan bo'ldi deb o'ylayman Fukam. Biz suydimiz, faxrlanamiz. Undaqda naqsh aytadigan bosqichga keldik. Güzel, muhabbetlik naqshlaringizni bir narsa so'q qilsiz. Muhabbetlik bo'lsa, musho kichik vaqtlarimda aytadigan bir naqshi bor. Aytgan. Bir nafas deb shu naqshni urlab bersam, yoqtirib olgaysizlar. Bo'ladi. Qani, marhamat. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Savaqsiz yutib ketdi tashlab meni hicronga amdi sensiz yurolmayman nikorim qandoq chiday yolg'izlikqa amdi sensiz yurolmayman nikorim qandoq chiday yolg'izlikqa gel so'rsam qizil gulni bermasmidim bir quchoq hatta yürek sözümni nigarım ayımasdı bir nefes hatta yürek sözümni nigarım ayımasdı bir nefes Amdi sen yok bu dünyada Vada yok arzu varmallah Amdi sen yok bu dünyada Vada yok arzu varmallah Amdi sensiz yürolmayman nigarım qandoq chidar yolg'izlikqa amdi sen yo'q bu dunyoda va'da yo'q orzu armonlar amdi sen yo'q bu dunyoda va'da yo'q orzu armonlar
Emdi sensiz yürelmeymen nigarım Kandak çıdar yalnızlıkta Emdi sensiz yürelmeymen nigarım Kandak çıdar yalnızlıkta Kandak çıdar yalnızlıkta Ömlük sadası. Ömlük sadası. Rahmat. Rahmat. Ablakim. Muhabbetlik naqşılar haqiqatan naq maydonda sizga o'xshash ichiga cho'kib turib, ko'zni yumib turib esa andan keyin boshqacha huzur berdi ekanchu. Ukam, oliy maktabda o'qigan kasbingiz naqsh emas qudaymi? Yo'q, mening oliy maktabda o'qigan kasbim aktyorlik. Aktyorlikda o'qidingiz, ammo sahnada men sizni naqshchi deb, nurg'un ko'rmanlarimiz naqshchi ablakim deb e'tirof qildi. Men U kasb yarashmadimi yo sizga? Yo'q, yarashdi. Mos kelmadimi yo? Yarışıda men aktyorlikda bek yaxshi o'qidi. Bu aktyor degan gap hamda universal kasbkanda bu. To'g'ri. Usuldimma bek yaxshidim. Naqshida darsdimma yaxshidim. Aktyorlik kasbiy darsdimma yaxshidim. Bir teyitsi yaxshi emasdim men. Ovozim kichigimdan tug'ilsam juda xirxirkan. Lekin bu saat ovozim bilan naqsh etib qilib ishlarni qildim. Yo'q, bu xoslik, bu o'zgacha Lekin bu. teyitsi yaxshi emasdim. Ma'lumlardan so'rasam deydi, bu sening tug'ma ovozing kelishini bo'lmaydi deydi. Mening kasbim aktyorlik. Unda olsa bu naqshchilar ko'p pul topamdi ekan ya. Nima ish qilib naqshchilar Yo'q, naqshlarma ko'pmi pul topmaydi ekan. Hamda shu aktyorlik o'rganayotgan mazgildimi men? Universitetlarga chiqib oldim. Naqshlarni men o'zimni yaxshi etdim. Yuqorgi vaqtda mening sunglovchi deb bir ma'lumot bor edi. Qizil naqsh musobaqasi o'tkazamiz deb mening bir naqsh etganimni sinfdagi faoliyatda anglab qolibdi ekan bu ma'lumot. Sen qatnash deb turib oldi. Mening u vaqtda eng ojizim davlat tilida yaxshi emasdim. Keyin o'rganib hozir yaxshi bo'lib ketdim hali. Va ma'lumot qilmayman buni davlat tilida aytg'ashgansam ya qila olasiz deb bir misradan tekstini o'rgatdi menga. O'rgatib shu musobaqada men 2-darajalik mukofot erishgan. Shu vaqtda to'xta men naqsh etsam buldigan o'xshaydi juma degan ideya paydo bo'lib, andan keyin mayliqi do degan nima, so degan nima deganlarni o'rganishga shu vaqtda boshlab o'rganish boshlagan. Lekin men rasmiy naqshchi bo'laman, mushaga mangman deganni mush Ipak yo'ldan keyin. Shu yulduzim taqaldi ko'chada mangsam cho'nglar men qarab kuldi-chu. Tönjo'lib ketib qolsam, ikki cho'ng apash ketib beribgan qarab kuldi men qarab. O'sha ko'ribdi meni deb quchog'iga olsam, yo'lga ketib qolsam, jutib olsam cho'nglar kuldi. Ay men jutum 4-rayonda, Alqaga yezdida. Yezdim olsam, mashinadan tushib uyga berib boqcha 2 soat, 3 soat vaqt ketdi. Hammadan bilan ko'rishib. Shuning bilan men bu naqshinamni etmasam bo'lmaydigan bo'lib qoldi. To'g'ri. Demak, shunday bir sabablar bo'ldi-ku, shunday bir fursatlar keldi. Mana hozir Abay degan o'xshash sizni naqshchi deb e'tirof qildik-da. Balkim aktyorlikdan o'qigandan keyin, bundan keyingi san'at yo'lingizda o'rgangan shu bilimlaringiz o'ylamgan yerda bir yerlarda as ketib qolishi mumkin. O aktyorlik kasbimni qilyapman, boshqalarning MTV'siga chiqib boryapman. To'g'ri, rollarni ilyapsiz. MTV'siga chiqyapman, komediyalik. Masalan, maktabda G'uncham drammasini Bastning Shangimning endi turadigan qo'lchamoqchisi. Shu Bastning rolini bitdim. Komediyalik rollarni yaxshi o'ynayman. Komediyalik rollardan birini ko'rgim keladi rostini aytsam. Shunday bir xil, shunday bir qiziqarli bir tuyg'uni his qilgim kelyapti. Men maktabda bo'lgan bir qiziqarli ishdan birini deb beray. Ma'lum, topshiriq qo'ydi bizga. Topshiriq berib, 2dan ko'rib qildim. Meni bir Absalom deb pazvatlik bir savodishim bor. Shunlar ikkimizni bir ko'rib qilib qo'ydi. Bir hafta mashq qildik. Haftadan keyin topshiriqni olaman dedi. Haftadan keyin kirdik sinfga. Hammaylar o'yindi topshiriqni. Ikkimiz nima mashq qildik desangiz, biz askar bo'ldik. Askarlarning hammasi urushda tugab ketishimiz yolg'iz qoldik. O'rmonlikda ketib qolsak, o minoq desib oldi. Men shu yerda buyoqni, sen minoq desib olding deb buyoqni boshlayman. Ayndaq bir paylan qilganim, hafta paylan qildik-da. Qilib ben Abdukim Absalom haftadan keyin sinf başlanlar dedim ben perdenin A tarafında. Absalom savaqdışım perdenin A tarafında. Olan çıkıp onundan durup dorapasa bulamda. Göreylik. Çıkıp kendin çıktım. Mağdukta biz müştaq.
Mana qaç ilaqa mayaga Xonsaning potolkisidan birini, mayaga Lyusaning potolkisidan birini qilib qo'ydim. Mina olsun deb hamdi. Chiqib, mening ko'zim ashning putida. Mush dassilib bu yerni boshlaydi deb ashning putida qarab ketib boraman-da. O desmaydi. 2 minut desmay sekin aylandik. Aylangandan keyin Nijat ma'lum, "Ey, ma ishking nima ish qilyapsa?" deydi. O ma'lum menda ishda. Ma bala mani dessilib bu yerni boshlaydim men desmayapsa bola desam, "Kerak, qaytadan boshlaydi" da ma'qul deb yana parning keyin yutib, "Ham dessangiz, ma dessimsan bo'lmaydi" desam, "Ha" deb yana chiqdik. Men avatim, ko'zim oshningda, qachon dessa, "Hey, meni desib olding" deb yishib qilgan bu yerli va. Halavatim. Yana 2 minut dessimidi. "Ey, ma ishgan nima ish qilyapsa" dedi ma'lum. Va ma'lum menda ishda. Ma balmani dessam men boshlaydim, desmayapsa, sen yo'q Absalomim dedi. Sizlar aktyor bo'lgandan keyin men dessimsanmi, dessidi deb xiyol qilmamsizlar. Men işte tasavvur qilganman, dessimsimi. Bu kasbda nurg'un ishlar bo'ladi, qiziqarli ishlar, go'zal aslamlar deganga o'xshash. Ablakim, mushu tunji qitim suratli qilib tarqatgan naqshingiz To'y muborak. To'y muborak. Shu naqshiningki suratli nusxasini ko'rib, ben xo'sh bo'lgan. Mana hozir to'ylarda naqshingiz yangrayotdi. Ömrük sadasidan yangrasın shu naqshingiz. Sahnin sizga berma, fukam hamsa. Anglaylik. Ben o'ltirib o'ynab beraman. Qani. Buni ijodiyatchisi, tekst muzikasi meni emas. Bu Qozog'istonliklarning naqshi. Özleştirme naqshi. Özleştirilgan naqshi. Haqiqatan yaxshi bir tanlashib ekan juma bu naqshi. Benim bir hayajonlangan ishim, ma gapimda bitay. Turpanga bir shu naqshni aytqilbadim. Shu to'y muborak degan naqshingizni aytib bersangiz bo'ldi fukam deb. To'yni tugatdik, tugab bir choyxonada biz tamoq yeb o'tirdik. O choyxonni kechasi taqib ekan, xo'jayin teshidan taqab qo'yibdi-chu. Barkan bo'lgan buni ishini birisi jarang urib ketdi, gom urib ketdi. Kimdi deb ochdi ular. 40 dan oshgan akashdan birisi kirdi-da. Voy fukam, qo'lingizni bir tutib olay deb kirdim men. Bak yilqi nima xijolatchilik-chu. Bu cho'ng odam men kichik odam. O nima shop ketdi bu yerda dedim. Qo'lim Şolda yani fukam siz Turpanga keldiniz anladım. Ata aytan sizden görüşkil geldim. Nima bo'ldi aka desam, men sizning to'y shu naqshingiz orqali 50-60 ming pul topdim dedi. Men topmadim, o pulni siz qandan topdingiz? O pulni desam, men shu naqshingizni bir odamning to'yiga kirishtirib bergandim. Shu naqshini bir to'yiga kirishtirib beribdi ekan, shundan keyin u odam beslabdi. Mening kim kirishtirib bersa. Mening kim kirishtirib ber. deb shuna olib 50-60 ming pul topdim dedi u odam. Şu vaqtida men bek hayajonlanib ketdim-ku, Ali qadamni izlab tepib, ishlan urib kirib sizni ko'rishib olay deganligidan bek xush bo'ldim. To'xta men endi davomli tirsam bo'g'da degan ideyaga men keldim shu. Mana bu natija deymiz. Shu naqshni ham aytib bersam, barcha ko'rinmalarninki yoqtirib olishini umid qilaman. Qani, rahmat. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Hey! Muhabbetning beg'ida ya do'st bir jibbala yechildi. Muhabbetning beg'ida ya do'st bir jibbala yechildi. Baqo'ylini charlab, jibbaliga parlab, quyosh nuri chechildi. Baqo'ylini charlab, jibbaliga parlab, quyosh nuri chechildi. Muborak to'y muborak, yar to'yinglarga muborak. Mübarek toy mübarek, yar toyunlağa mübarek. Bir yanımda şarkı sazı yanrak, toy merike mübarek. Bir yanımda şarkı sazı yanrak, toy merike mübarek. Hey! Kızga zo'qlanib, ya do'st ko'zlar kulib boqadi. Shikit qizga zo'qlanib, ya do'st
bakıdı. Bu karıştı şunda nazik sezim dilda yürekке ot yakıdı. Bu karıştı şunda nazik sezim dilda yürekke ot yakıdı. Mübarek toy mübarek, yar yar toyumlaga mübarek. Mübarek toy mübarek, yar yar toyumlaga mübarek. Birbiriga amrak, şarkı sazı yamrak, toy merike mübarek. Birbiriga amrak, şarkı sazı yamrak, toy merike mübarek. Ha! Ya! Hey! Mübarek toy mübarek, yar yar toyumlaga mübarek. Mübarek toy mübarek, yar yar toyumlaga mübarek. Birbiriga amrak, şarkı sazı yamrak, toy merike 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 mübarek. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Rahmat Abdukim uka, bek yaxshi ko'rdik bu naqshlarni uchun. Rahmat aka. Nurg'unlagan mushu muhabbatlik bir juplarninki o'zining eng muhim kunida o'ziga bir xushallik beg'ishlagan bir naqshi bo'ldi-da bu. Nima qo'shib ketdim ha? Abdukim uka, aktyorlik kasbida o'qidingiz, abay deganga o'xshash. Mana hozir naqsh kasbida nihoyat yaxshi natijalarni yaratib ketyapsiz. Balkim sizningmi bundan keyingi go'zal orzularingiz bo'lishi mumkin, planlaringiz bo'lishi mumkin. Yana davomli shu naqsh kasbida taraqqiy qilishmi yoki aktyorlikdami o'ylagan planlaringiz bormi? Qanday go'zal orzularingiz bor anglaytay. Bu naqshini endi men tashlatsam, Yuzkilanmaysiz. o'zimga yuzkilanmayman. Umuman mening naqshlarimni yoqtirib anglayotganligiga endi yuzkilanmay qilishim mumkin. Onundan boshqa eng muhimi sizdan eng chong umid kutayotganlarga yuzkilanmasligingiz. Yuzkilanmayman. Shunga men butkul hayotimni o'sha naqshiga, san'atga atavatgan bir kichik bola. Kichik bola. Boshda o'ylayman o'zimni. Balki hayotimning oxirigacha shuni qilib yutaman. Qanday bo'lsin qat'iy nazar. Aktyorlikni tashlatmayman, chunki o'zimning kasbi. To'g'ri. Uni bir odam menga Abdulkimjon siz lozimmi deb qolsa, men hargizma bo'yin tatmayman. Qo'limdan kelishicha qilaman. Men kasbiy aktyorga nega bo'lsam, kasbing nima? Mening kasbim aktyor. Men kasbiy aktyor deb nega bo'lsam deya olmayman. Lekin men kasbiy naqshchi deyolmayman-da. Chunki men naqshiga bir havaska, qiziqqashqa aytyapman, yaxshi ko'rgashga aytyapman. Buni men qila olg'ashqa, boshqalarni yaxshi qo'llashiga, yaxshi ko'rishga erishganligi uchun aytyapman. Buni ham tashlamayman, uni ham tashlamayman. Bundan keyingi ishlar kelsak, shu naqsh sohasi bo'lsin va yoki aktyorlik, rol elish degandek kasbiy sohada bo'lsin, tirishib, yangiliklarni izlanib, ijodiyatlarni qilib, xalq ichidagi burunqi besilib qolgan naqshlarni izlab, tepib, qizib chiqarib, aytib, hozir cho'ng bo'layotgan yoshlarga shu burunqi kuylarimizni qayta bir anglatib, tirishib, texmi jiq kishilarningki yoqtirishiga cho'qim erishiman. Onun işimiz uka. Mushunda qil tirishib maqsangiz, texi go'zal natijalar oldingizda. Cho'qim. Qo'llaymiz sizni. Rahmat edi. Rahmat uka. Ömlük sadası programımızın bunundakin teximi zor ravaş tepishiga tilakdoshman. Rahmat. Uningdan boshqa mening qo'llayotgan ustozlarimga, meni yetaklayotgan ustozlarimga, kasbiy jihatda tang mengayotgan do'stlarimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Sizga rahmat uka.
texmo tirishib, yangi güzel ijodiy naqshlarni ro'yobga chiqarishingizga chin ko'nglimizdan tilakdoshmiz. Cho'qim. Davomli sizni qo'llaymiz. Rahmat. Ömrük Sadası programımızın bugünkü sonini bu yerda oxirlashtiraylik. Bundan keyingi sahnalarimizda, faoliyatlarimizda davomli uchrashib turaylik. Bo'ldi, ada. Rahmat. Qutuqlar yer bo'lsin, Fuka. Rahmat, ada, rahmat. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, Ömrük Sadası programımızın bugünkü sonini bu yerda oxirlashdi. Bugun biz yosh naqshchimiz Ablekim bilan nayda qizg'in paranglashdik, qizqarliq hikoyalarni anglab o'tdik. Oxirida eng go'zal tilaklarimizni bu Ablekim inimizga yo'llagash, ekran oldidagi naqsh sohasida izlanayotgan barcha yosh naqshchilarimizga yo'llaymiz. İşlaringlar utuqliq bo'lsin. Keyingi son programmamizda görüşaylik. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.